لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli ahli İslam, mo'min, musulmon birodarlar. Mana bugungi Sayyidul Ayyam Hajjul Masakin kunida Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Sizni bizga o'zini eng ulug' ne'mati bo'lmish iymon, hidoyat ne'matini ato qilib, shunday bir ulug' fazilatli kunda duolar mustajob bo'ladigan bir soat bor bu kunda. Alloh taolo bu kuni gunohlardan mag'firat etadigan bir payt bor. Shunday daqiqa vaqt mana shu juma namozini o'qiydigan paytimiz. Alloh taolo bizga shunday ulug' ne'matni berganki, bu ne'mat hech qanday narx-navo bilan baholanmaydi. Bu ne'matni faqat Alloh beradi, bandasi bera olmaydi. Biz beadad o'ziga alhamdulillah, alhamdulillah deb hamd sano aytamiz. Milliard inson dunyoda yashaydi. 80, 90, 100 yil yashab, ne ishlarni qilib, ne kashfiyotlarni qiladiganlar bor. Banklarda million pullari borlar bor. Egasini Allohni tanimay o'tib ketadi ba'zilar. Dunyoga kelib, mol dunyo topib, shu hayot maishatini qilib, jon bergan, rizq bergan, hayot bergan Xalloq olami tanimay o'tib ketadi. Boshi sajdaga tegmay o'tib ketadi. Ko'chani qarang, to'la inson. Shundan ma'lumigina ibodatga keladi. Alhamdulillah, o'zingni tanitganingga Allohim, boshimni egdirtirganingga Allohim, ahli musulmonlar safidan saf oldirganingga, hidoyat berganingga o'zingga beadad shukrlar bo'lsin. Yaxshi ko'rgan bandalaring qatorida İlahi Rabbim şu yo'lda ta didoringni ko'rguncha mana shu yo'lda ketishlikdan boshqa yo'lni ko'rsatma. Boshqa yo'lga o'tib qolishlikdan o'zing saqlagin. Allohim hammamizni qalbimizga mustahkam iymon, e'tiqod bergin deb shukrlarda so'raylik. Duo qilaylik, iltijo qilaylik. Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Muhtaram birodarlar, haliyam oralarimizda ig'vogarlarimiz bor, g'iybatchilarimiz bor. Otdan tushsa ham o'zangidan tushmagan takabburlarimiz bor. Alloh taolo egamdan shunday ulug' kunda duo qilib so'raymizki, manmanlik balosidan Alloh yiroq qilsin. Namoz o'qishyapti, dillarini Alloh toza pok qilsin, namozlarini Alloh qabul etsin. Birovni ketidan bilib bilmay gaplar qilishdan o'zlarini Alloh saqlasin. Har bir gapni nomai amalga yozilib qolishligidan saqlaning. Va qaysi bir insonni g'iybatini qilayotgan bo'lsangiz, o'shani gunohi nomai amalingizga yozilib qolishligidan saqlaning. O'zingiznikini qoyillatib hisob kitobini yu mag'firatini qilib olishni ko'proq o'ylang. O'zgani gunohini, o'zgani xatosini bo'yningizga olib, ig'vo, g'iybat qilib yurmang deymiz ba'zilarga. Muhtaram birodarlar, bugun mana juma kuni uchun
ancha bir yaxshi tayyorlanay dedim, imkon bo'lmay qoldi. Shuning uchun shu sura-i Luqmondan ba'zi bir oyatlarni qo'limdan kelgancha tafsir qilib berishni loyiq ko'rdim. Alloh o'zi dargohida qabul etsin. Eshitgan oyat hukmlariga, Allohning hukmlariga amal qilishlikni Alloh taolo egam hammamizga nasib etsin. Bandalik qilib ba'zi bir xatolar bo'lsa, o'zi kechirib to'g'rilasin. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Alloh taolo aytadi: biz Luqmonga ilm hikmat ato qildik. Hazrati Luqmon biron bir madrasada o'qimaganlar. Hazrati Luqmonga Alloh ilm hikmatni qalbiga jo qiladi. Ilm hikmat o'qilmaydi. Ilm hikmat Xudoning bir katta fazilati bo'ladi. Iste'dod bo'ladi, tafakkur bo'ladi, zihn o'tkir bo'ladi. Alloh taolo shunday bandalari bor. Shulardan mana Luqmon alayhissalomni Alloh misolga keltiryapti. Bir xil olim bor, ko'p kitob o'qigan, yetuk bo'lib qolgan, u hikmat sohibi emas. Fikr teran, ko'p narsaga bir zakovat bilan qarashlikni tushunmaydi. O'qiganini aytadi, o'zicha bir chiroyli qilib yetkazishni tushuntira olmaydi. Ilmi hikmat Allohning shunday bir ne'mati, qarang kimga bergan va qarang kimning nomi Qur'onda kelyapti. Luqmon alayhissalom o'zlari qora Habash Afrikadan va birovni quli bo'lgan. Allohning bergan ilmi hikmati bilan, donolik bilan qullikdan ham ozod bo'lib, ko'p ulug' ishlarni qilganlar. Ba'zi rivoyatda nabiy deyiladi, ba'zida ahli hakimlar, hikmat sohiblaridan deyiladi. Endi kim bo'lishlaridan qat'iy nazar Alloh taolo bu zotga shu ilmi hikmatni bergan. Donolik va odamlarni hojatini chiqasiz tabiblikni ham Alloh yuqtirgan. Luqmon alayhissalomga o'tlar, man yurakka, man buyrakka, man ko'zga, man oshqozonga davoman deb gapirardi. Endi u gapini Xudo Luqmon alayhissalomga bergan ilm hikmat bilan tushunib olardilar. Bir misol rivoyatda keltiradiki, Luqmon alayhissalom ketayotsa bir o't men yurak sanchig'iga davoman. Hali o'tni darrov olib dori qilib qo'ydilar. Bir kundan keyin bir yigit keldi, otamni yuragi sanchiyapti. Mana shu dorini ichsin. Dorini berib yubordilar. 2 kundan keyin keldiki, otam doringizni ichdi-yu o'ldi. Hazrat Luqmon juda izza bo'lib ketdilar, uyalib. Ketayotsalar yana hali o't men yurak sanchig'iga davoman deb oyoqlari bilan ezdilar. Yolg'onchi, kazzob. Shunda o't aytdi: "Ey Luqmon, men ajalga davo emasman, yurak sanchig'iga davoman. Umr bo'lsa davo qiladi hamma dori ham. Umr tugagan ajalli davosi yo'q. Umr bo'lsa o'sha davo dori sabab bo'ladi, sog'ayadi." Mana shu Hazrat Luqmonga Alloh hikmat berdi. Alloh uchun albatta shukrlik bo'ldi.
har bir ishda shukr qildi. Va man yashkur, kimki Allohga shukr qiladi, fa innama yashkuru li nafsi, u o'ziga shukr qildi. Allohga shukr degan odam o'zi uchun yaxshilik qildi. Chunki shukr qilsang Alloh sendan rozi bo'ladi. Shukr qilsang Alloh ziyoda beradi. Alloh suyunadi. Bandam ne'matimni qadriga yetdi deydi. Kimki shukr qilgan bo'lsa o'zi uchun. Endi noshukr bo'lsa, ne'matga kufr bo'lsa, kufronay ne'mat bo'lsa, shukrdan yuz tutsa, Alloh maqtalgan behojat zotdir. Bandani shukriga zor emas Alloh. Va Allohni ilmi, qudrati, mavqimi banda shukr qilmasligi bilan kamayib qolmaydi. Shukr qilgan bilan Allohni qudrati ziyodalashmaydi. Alloh hamisha birdek. Shukr qilsa bandani o'zi ziyoda, o'ziga yaxshi bo'ladi. Noshukr bo'lsa, u ham o'ziga o'zini rizqi kamayaveradi. Alhamdulillah, shukr. Bir xil odam bor. To'ldirib yuboring xolagan narsasiga, istagiga yetkazing, baribir bir narsadan yana noshukrchiligini toptiradi. Unday odam odamlarni ham ko'ziga yomon ko'rinadi. Shukr qiling, Alloh ziyoda qilsin. Biriga aytibdi, nima berayin? Podshoh. Uyim yo'q. Ol uyni. Uyni berdiz, kalavot-u ko'rpalari yo'q. Ol. Berdiz-u endi bu ichida chini-pini bu deydigan narsa ol. Endi bunga bir sohiba kerak, bir cho'rilaringizdan ol. Endi pulan bering, yo'qol, hech narsa yo'q senga deb o'rgan ekan. Uyni olaver, shukr qilib, bu yog'ini Xudo yana beradi-ku. Ben shunday inson borda, bersangiz so'raveradi. Bir marta berasiz, ikkinchi marta berasiz. Endi jiya bo'laversa bo'lmaydi, hech bir rahmat demaydi-da. Lekin Alloh unday emas. So'raganingiz, Alloh so'rovingizdan zerikmaydi, faqat shukr bilan. Alhamdulillah bilan so'rang. Hali uni shukrini qilmasdan turib, ikkinchi narsani berilib ketish kerak emas. Ana shu Luqmon alayhissalomni o'g'liga qilgan vasiyatini, nasihatini Alloh oyat qilib sizni biz kelajak bandalariga yetkazyaptiki, va iz qala Luqmanu libnihi va huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah innash-shirka la zulmun azim. Vaqtiki, ya'ni esga oling ey habibim, eslating Luqmonni o'g'liga qilgan nasihatini. Ya'ni Luqmon alayhissalom o'g'liga bunday deb nasihat qilyaptilar. Ey o'g'lim, ya'ni o'g'ilcham, hech qachon Allohga shirk keltirma. Birinchi so'z shu bo'ldi. La ilaha illallohni teskarisini qilmagin. Allohga hech qachon shirk keltirma. Shirk katta gunohdir. Juda og'ir gunohdir. Bu insonni o'zini joni uchun qilgan bir katta zulmi. Bunda ma'lum qilmay shirk ko'plarimizni orasiga kirib kelyapti. Birodarlar, odamlar butga sig'inmaydi-yu,
mozorga sig'inyapti. Bu juda ham avjiga chiqib qolyapti hozirgi paytda. Butga, o'tga sig'inmaydi xalqimiz. Lekin o'liklardan najot so'rayapti. Mozorlarga topinyapti. Shirk bu. Yomon gunoh. Alloh turganda, men qarang, o'g'lingizni otasi siz shunday o'g'lingizga hamma narsani olib berib turibsiz. Bitta odam ko'rib, menga pul bering, menga narsa olib bering desangiz, qullarni tayqara urib yuborasizmi? Men olib beryapman, men-ku seni boqib turgan, kimdan meni so'raysan deb. O'g'lingiz sizni oldingizda boqib turgan o'g'lingiz, siz otasi bo'lib turib boshqadan bir nima so'rasan. Jon bergan Alloh bo'lsa, taqdir qilgan Alloh bo'lsa, hamma narsadan saqlaguvchi o'zi bo'lib tursa-da, xuddi shu o'zingizga o'xshagan bitta bandadan siz najot so'rab tursangiz, Allohning g'azabi keladi. Vaholan aytib turilingan, tushuntirib turilingan paytda ham ba'zilar shunday qiladi. Shirkdan keyin nimaga vasiyat qilyaptilar? Alloh shuni ma'qul ko'rib oyat qilib keltiryapti. Qur'on oyati. Va vassaynal insana. Alloh endi bu yerda o'zi aytayapti. Biz deydi Alloh, nasihat qildik insonga, ota-onasiga e'tibor berishlikka. Mana oyatlarda ibodat bilan birga kelyapti, ota-onaga yaxshilik qilish. Bu yerda shirkni etib turib, og'ir gunohni etib turib, ota-onaga oq bo'lib qolishlikdan saqlab, Alloh o'zini so'zini bu yerda davom keltiryaptiki, biz insonga vasiyat qilyapmiz, nasihat qilyapmiz, ta'kidlayapmiz ota-ona to'g'risida. Chunki deydi Alloh, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Uni onasi 9 oy qornida qiyinchilik ustiga qiyinchilik bilan 9 oy qornida ko'tarib yurdi. Buni ayol zoti biladi, qanday qiynalganini. Erkaklar buni tushuna olmaydi. Rishtolkalar torizni bog'lab olib yuringchi, shu bilan yoting, hovli shipiring, torizni bog'lab oling, kir yuving, ovqat qiling. Shuni ustiga yana do'q, po'pisa, uni qilmabsanlar. Ruxsat bilan o'tirish, ruxsat bilan uxlash, ruxsat bilan turish. Lekin o'sha bola u tirik endi. Uni saqlash kerak yana. Bir og'ir narsa teyib ketish kerak emas, bir og'ir narsani ko'tarish kerak emas. Bu yerda er va qaynanalar, qaynag'alar, opa-singil buni pamiga borib turish kerak. Og'ir oyoq deyiladi o'z oti bilan. Va hammamizni onamiz na uyqusida halovat, na yurish-turishda halovat, ana shunday ko'tarib yurgan aziz do'stlar. Alloh rahmat qilsin o'tganlarini, bolalarini umri uzoq bo'lsin. Buni Alloh o'zi biladi, o'zi qadrlayapti, oyatni keltiryapti. Va fisoluh, endi o'lim, hayot, mamotni bo'yniga olib tug'adi. O'limni bo'yniga olganliklari-ki, qizlarimiz, kelinlarimiz rozilik so'rab ketadi. Ayolingiz rozilik so'rab ketadi. Ayol kishini jangi bu. Jihodi bu. Tug'ut. Alloh o'zi biladi qanday bo'ladi. Endi tug'ilgan murg'ak bola qani endi tug'ilib yurib ketaversa, ovqatini yeb, o'rtaga qo'shilib, gapirib, bugun tug'ildim, menga buni beringlar,
men uni kiyaman, tahoratga boraman, hojatga boraman, u bo'lar. Yo'q, yig'idan boshqa narsani bilmaydigan bir parcha et dunyoga keladi. Lekin Alloh qudrati bilan taomini tayyorlab qo'yibdi onaning ko'ksida. Farzand qarang, dunyoga kelishga yaratgan buyog'ini to'g'irlab taom turibdiki, qonini ham og'ritmaydi, ziyon ham qilmaydi, baquvvat bo'ladi, o'sadi, kasal bo'lmaydi. O'zini, onasini bag'ridagi sut. 2 yil emizadi kamida. Va fisaluhu amayn, 2 yil onani sutini emish kerak bola. Ana shunda ko'p shamollamaydigan, sal narsaga ichi survormaydigan bola bo'ladi. Hozirgilar endi ishlayman deydi, yo uyni ishlari ko'p deydi. Uydagi yana boshqa erdan boshqa yana xo'jayinlar bor, ularni buyruqlarini bajarishim kerak deydi-da, 3-4 oyda, 5-6 oyda bolani emizishdan qo'yadi. Maslahatchilar ham chiqadi. Bo'ldi, bunga kasha-pasha beraver, boshqa beraver. Sun'iyni nima kerak bor? Tabiiy Allohni o'zini onasiga yaratib bergan taomini shu onasiga yediring. Yaxshi yesin, bola shu onasini emsin, salomat, baquvvat bo'lsin. Nimaga oldingi otalarimiz baquvvat yurgan? Yaktayda qishlarda yurishgan. Hozir yaktayda sal oqishtonlarda bir qor yoqqanda yurib oqsinchi, birdan tinchlik shamollab. Nimaga hozirgi bolalar qo'y yog'ini yeyolmaydi? Shular o'sha onani ko'krak sutini ichib baquvvat bo'lib, 2 yildan ortiq emsa ham salomatligi zo'r bo'lib, mijozlari baquvvat bo'lib o'sadi. Sizga salomat o'g'il qiz kerakmi? Onasiga e'tibor bering. Ana endi mana shunday bandasiga Alloh onasini xizmatlarini aytib beryapti. 2 oy, 9 oy qonida ko'tardi, tug'di va seni emizib katta qildi. Anishkurli va livolidayk ilayyal masir. Qiynalib qonida ko'targan, tuqqan va seni emizgan, boqqan ona bilgin, menga shukr qilgin va ota-onangga shukr qilgin. Menga hamma ishlar qaytib keladi, menga qaytasan bir kuni. Qaytmog'ing bor. So'rayman, nimaga bundoq qilding, nimaga undoq qilding? Qaytuv menga bo'ladi, deyapti Alloh. Allohga shukr qilamiz. Onani qornida biz qizmi o'g'illigimizni hech kim bilmadi. Alloh berib rizqimizni berib turdi. Og'zimizni ochtirmadi. Kindigimizdan ovqat bordi. Qornimiz to'yganda o'sha kindikka ulangan ichak bekiladi, ochganda ochiladi. Ortiqchasini qo'ymaydi, kamigacha borib turadi. Buni kim qarab, kim xabar oldi sendan uni ichida? Alloh jalla jaloli. Yo'lingni oson qildi, dunyoga chiqding. Dunyoga chiqibsan, ovqating tayyor. Ikkita xizmatkor kutib turishibdi tushishingni. Ularga Xudo o'zini mehr oqibatidan bergan. Bolam deydi. Shularni senga men berib, men xabar oldim deydi Alloh. Shuning uchun menga shukr qil. Va seni dunyoga kelishingga sababchi bo'lganlar, ko'targan, tuqqan, boqqan, yedirgan, mehnat qilgan otang, rizq nasibaga sababchi bo'lgan
menga shukr qil yo'qdan bor qilganimga deydi Alloh va seni dunyoga kelishingga sababchi bo'lib boqib katta qilgan ota-onangga shukr qilgin. Ha shukr Allohim yaratibsan, rahmat shukr, alhamdu shukr. Rahmat oyijon, otajon sizga shukr. Shun bilan bo'ldimi? Allohga shukr 5 vaqt namoz. Mana shu 5 vaqt namozingiz Allohga shukringiz. Onangizga shukringiz, otangizga shukringiz, shu namozdagi duoyingiz o'tib ketganlariga. Qolganlariga xizmatlaringiz, rozi qilishlaringiz. Ana shu ota-onani bilmagan Allohni bilmaydi. Allohni bilmagan ota-onani bilmaydi. Bu ikkovi bog'liqdir. Allohga shukri yo'qni ota-onasiga ham shukri yo'q. Ota-onasiga shukri yo'qni Allohga ham shukri yo'q. Radio komitetda bir odam yig'lab o'tiribdi. Mana shular yordam berib qariyalar uyiga joylashtirsa. Farzandlaringiz yo'qmi? Farzandlarim bor. 6 ta farzandim bor. 4 o'g'il, 2 qizim bor. Hech qaysini uyiga sig'mayman. Qarashmaydi menga. Nimaga otaga qaramayapti? Nimaga? Qani hozir otamiz, onamiz bo'lsa, gardi posini ko'zimizga surtishga tayyor o'g'il qizlar bor. Yoki hozir ham shunday qilib turganlar bor tiriklariga. Nimaga u odamni 4 ta o'g'li qaramay yotibdi, 2 ta qizi qaramay yotibdi? Birinchidan, inson o'zi qarg'ish olgan bo'lishi kerak. O'zi ko'p zulm o'tkazgan. O'zi shu bolalarga o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin. Bu hammasi Allohning ishi. Bu dunyo sarhisoblik. Ota-onani boshida ko'targan o'g'illarning uyiga sig'maydimi? O'g'illari undan ham baland ko'taradi. Alloh deb namoz o'qib duo qilganni Alloh shunday xor qilib qo'yadimi? Bular tosh otgan bir paytlari din islomga. Mana bu Allohning oxirida urishi deydi. Alloh qo'li bilan urmaydi. Mana shunday qilib qo'yadi, birodarlar. Hozir ham bor, amri ma'ruf shunday boshlasak ma'rakalarda o'rnidan turib charoq-taroq qilib chiqib ketadiganlar. Bir kuni tushunadi-yu, kech bo'ladi. Haliyam shu odam namoz o'qib Xudodan yig'lab so'rashi o'rniga odamlarga yalinib yuribdi-da. Bu yoqda ishonch yo'q-da. Lekin otalarga aytamiz. Bolalaringizni kichiklikda yig'latavermang, zulm qilmang. Keyin o'zingiz yig'lashga to'g'ri kelib qoladi. Mehr ko'rsating, mehr olasiz. Ota-ona kim bo'lishidan qat'iy nazar, mana endi bu yerda yana oyatning davomida Alloh aytayaptiki: Astagfirullah va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma va sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Agar ey bandam ota-onang johil bo'lib, iymonsiz bo'lib, kufr bo'lib, mushrik bo'lib, sen bilan talashsa, bolam butga sig'ingin. Bolam bu narsalarni qilma, namoz o'qimagin, roza tutmagin. Bor shunaqa ota-onalar chiqib qolyapti. Yarag'ishsangchi, pul topsangchi. Falonchini o'g'liga o'xshab
uncha narsalarni o'marib kelsangchi, noshud deydigan ota-onalar bor-da endi. U yog'iga Allohga hali o'zicha ishonchi yo'q. Dinni bir yo'q narsalardan deb biladi. Mana shu dunyoda haligi o'g'ri muttaham bolalarni harom xalish topib kelgan, puliga kerilib yurgan otalarga o'xshagisi keladi. O'zini o'g'lini mushtum zo'rligidan, odamlarni qo'rqitib yurganidan faxrlanib ham ketadigan otalar bor. O'zini yuvoshgina, qobilgina o'g'lini mensimi, pul topmading, balo qilmading, hep falonchini o'g'liga o'xshamading. Ey ota. Bu dunyo hammasi hisoblik. O'lmasang hammasini oxirini ko'rasang nima bo'ladi? Sen iymonlik yuvosh bolangni, namozga kirganni, islomiy to'y qilaman deb turganni taqirlama. Lekin bor ekan deb tushunmaskan Alloh o'g'liga bergan iymonni otasiga bermaskan deb, bu Allohning shunday sinovli dunyosi ekan. Ota-onang sen bilan talashsa, undoq qilasan, to'yingda aroq qo'yasan, balo qilasan, namoz o'qimagin, xotiningga ro'mol o'rattirmagin, ochiq sochiq yursin, boshqa qilma. Men rozi emasman seni namoz o'qiydigan bo'lsang, undoq bundoq degan taqdirda ham o'tmaydi, unga ergashmagin unday so'zlarni qilsa. Chunki sen o'zingni ham ilming bunga yetmaydi. Lekin aroq ich,